Zay harfi haqida suhbatlashamiz. Zay harfi 3 xil z harflari bor. Bugun biz o'rganadigan zay harfimiz o'tkir, ya'ni safir, hushtaksimon sifatiga ega bo'lgan zay harfi haqida gaplashamiz. Zay harfi mana bu zay harfi sin va sod harflari bilan xonasi bir, ya'ni bitta uyda yashaydi, mahroji bir, ya'ni pastki astanaya tishlarimizning ildiziga taraful lisanimiz tegishidan hosil bo'ladi va tillarimizni yon qirg'og'i tepa milkimizga ko'tarilgan holatda chiqadi. Zay, az qilib talaffuz qilamiz. Sin va sod harflari bilan xonasi bir, lekin sin bilan zayda sifatlari ham bir-biriga juda yaqin. Ikkalasi faqatgina hams sifatida farq qiladi, hams va jahr sifatida. Sod harfi bilan esa sod harfida tilni tubi ko'tarilgan holatda va til oldi qismi ham ko'tarilgan holatda talaffuz qilinadi. Lekin sin va zay harflarida tilni tubi ko'tarilmagan holatda ingichka talaffuz qilinadi. Zay harfining sifatlari jarangli, ya'ni jahr sifatiga ega, sin bilan sodda esa hams sifatiga ega. Ya'ni tovush paychalarida zay harfi tovush paychalari berk holatda jaranglab talaffuz qilinadi. Mahrojda esa sirg'aluvchi, ya'ni rohava sifatiga ega, sukunli holatda ozgina ushlab talaffuz qilamiz. Va istifala ingichka sifatiga ega, til tubi ko'tarilmagan holatda, til erkin holatda, oldi qismi ozgina ko'tarilgan holatda talaffuz qilinadi. Va ochiqlik, ya'ni infitah sifatiga ega, til va tanglay orasida tovush qamalmasdan yengil chiqadi. Sin harfida hams sifatligi borligi sababidan safiri o'tkir, ya'ni hushtaksimonlik sifati sod bilan sin harfida o'tkir chiqadi, zayda esa jarangli chiqadi safir sifati. Safir bu tor yo'ldan oqib o'tuvchi yo'l va u aynan tishlar orasiga kelganda ozgina o'tkirlashib, hushtakka moyil bo'lib chiqishiga safir deyiladi. Zay, az safir sifatini bildirib talaffuz qilamiz. Xuddi arini bizillashiga o'xshagan z degan tovush bilan talaffuz qilamiz.